Siz propan qo'ymoqchisiz, bu ma'lumotlar 100% bilib oling, keyin propan qo'ying. Xo'p, masalan, bu Tracker avtomobiliga qo'yib berayotgan narsamiz 80 litr jukulur. Aka, buni hamma ham sizga aytavermaydi. Agarda siz buni tashlamaydigan bo'lsangiz, propan maksimum porshingga yaxshi bormaydi. Agarda siz mana shunaqa yubileyniqi, mana shu narsalarni tashlang, ayni shuning uchun aytaman. Gap faqat zapchasta emas, buni ustonovkasiga bog'liq. Aka, ishoning, eng qimmat zapchast bilan yig'siz ham, lekin ustonovkani to'g'ri qilmaydigan bo'lsangiz, mashina yaxshi ishlamaydi. Tracker avtomobiliga ideal holatda propan ustonovkasi qarasini farsongalari bilan bu tomonda Cherry 7 Pro yangilangan versiyasiga ham propan ustonovka qilib bermoqdamiz. Agarda sizga mana shunaqa super chegirma narxida ustonovkalar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilib kelishingiz mumkin. Yuqori sifatda ishlaringni bitkazib beramiz. Aka, siz obuna bo'ling. Biz qo'yayotgan video obzorlarni hammasini ko'rib chiqing. Nimalarga ahamiyat beramiz, ustonovka qilish kerak vaqtida nimalarga ahamiyat berishga shuni batafsil to'liq yoritib borganmiz. Bitta zapravka 47 talik tabletka baloni o'rtacha 450 dan 500 km, Tracker avtomobilimiz ham 450-500 km. Xizmatlar bo'yicha past raqam qoldiramiz. Sirdaryo metangiz 24/7 ishonchli, sifatli xizmat tanlovda adashmaymiz.